كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Kivayron mulki chun bod bo'lgay, bu olam ichra doim shod bo'lgay, bu olam ichra doim shod bo'lgay. Agar ushbu duoni birodar, musulmonlar olib tutsa sarosar, o'sha kun bo'ldi va hurmatidan, shifo bergay hamma mehnatlaridan. Tanidagi jarohatlar ketgusidir, Xudo ul bandaga rahm etgusidir. Jami dardu ranjidan pok bo'lgay, yana ul sohibi idroq bo'lgay. Agar muflis olib tutsa o'ziga, ajab issiq ko'rinar o'lgusiga. Agar har doim olib yursa ul duoni, anga davlat berur haq har zamonu. Agar cho'lda o'qisa cho'g' topgay, agar yo'lni yo'qotsa yo'l topgay. Musulmon o'qisa bo'lay omon, va yo kofir o'qir bo'lgay musulmon. Agar dushman bilan jang aylasa u, bu oyatni o'qib qilsa chu bisyor. Qilich miltiq nayza ham qilmag'ay kor. Agar devsha paridan haq bo'lsa, va yoki tanida dardi bo'lsa, bitib zafaron billa ushbu duoni. Tumor etsa bo'l odam shul zamoni, pari dev jindan pok bo'lg'ay. Buni bog'lasa har kim o'ng qo'liga, kirar baxt billa davlatni yo'liga. Xosiyati ko'p berdi bu duoni, malol uchun tugatdim bu zamoni. Agar har kim bu duoga shak keltirib tur, bo'lib kofir o'zing o'tga yoqib tur. Jami xosiyati ushbu duoda, o'qir ersang u etir umring ziyoda. Bu tumor biz olib yurgan tumorim perevodi Nurnoma duvoni nomi. Buni pastdan har vaqt biz oldimizda olib yurishimiz kerak.